Kechikkanlar xayrlik bo'lsin. Bugun men oldingi qism hikoyada deb qo'yganimdek, bir dashoda o'qiydigan ukashning hikoyalarini sizlarga so'zlab berma. Bu ukash hamda kichikidan tortib bunday ishlarga bek to'l yo'liqqankan. Eng avval men uyda yuz bergan ishlardan boshlab so'zlay. Taxminan 7-8 yosh vaqtlarda bir kuni kechda hojatxonaga chiqibdi. Bu vaqtda uydagilar uxlamagankan. Hojatxona qaytib kirib, hamda uyning derisiga ko'z tushib qopti-da. Bu uyning derisida burunqi zamonning chavandozlar kiyimini kiyib olgan, ot minib olgan bir ayol qo'lida o'qya, sirtqa qarab shu o'qyani tortib, challab turgankan. Buni ko'rib, bu bolam kichik bo'lgandan qo'rqish yo'q, uyga yugurib kirib, uydagilardan so'rabdi-da, mayatkilik ayol qini deb. Uyning ham yeri qarab chiqibdi, unda bir ayol yo'q. Shunlar xato ko'rib qoldimmi nima deb yugurib taloqqa chiqib qarsa, bu ayol yana turgan, yana uyga kirsa yana yo'q. Shunday qilib, ikki qitim taloqqa chiqsa ko'rinibdi, uchinchi qitim taloqqa chiqqan vaqtida yo'qolib ketibdi. Ondan yana bir qitim bu bola yerim kechida osmon qarab tursa, ikki yulduzning o'zaro so'qishib ketganligini ko'ribdi. Yana birisi mabol turgan uyda shunday bir kech xalqi bor ekanda, pat-pat ko'rinib qo'rqitib qo'ydi-ekan, lekin cho'ng ziyon zahmatmi yetkazmaydi-ekan. Bu bola to'la anglab, his qilib ko'rib qoldi-ekan. Uxlab yetib, yonig'i o'rilib shunday ko'zini ochsa, yenidan shu oppoq bir buvoq o'ltirgan. Bu buvoq kimning bolasidir, qanday bo'lib buvoq paydo bo'lib qoldi deb o'ylab o'rnidan turib, biliqi buvoqqa qarab o'ltirib ketibdi bu bola. Badani normal kayliq buvoq bolaning, lekin beshi bir xil to'ming suzuk holat ekanda, ondan shu peshonasida mijir yulduzlardek işte chaqnab turgan bir nurlar bor ekan. Buni ko'rib, bu bolaga to'l uchrab ketgan bo'lgankin, ha, bu kech xalq ekanda deb o'ylabdi. Shuning bilan tikilib qarab o'tirib, o'zi qo'rqib qopti-da. Bu endi tuyuqsizlam qo'rqinchli bir narsaga o'zgarib qolmasin deb, bu bolaga dumbisini qiplam ko'zini ching'ib yumib yetyapti. Anandan keyin yana ichidagi gumon tugmay, bu zotda odammi yoki boshqa narsami men bir urib qaychu deb qo'lini keyniga so'zib uribdi-da. Qo'li havoga tegibdi. Shuning bilan keyniga o'rilib qarsa, u buvoq yo'q. Yana bir qitim yerim kechida uxlayotganda ko'z ichilib ketib qarsa, bu qitim hamda 7-8 yoshlar chamizdagi bir o'g'il bola. Mush bola qarab o'tirgankan. Bu qitim ko'zini ching'ib yumib ko'masga silib yetyapti. Yana bir qitim yerim kechida uyg'onib ketib, ko'zni ichibli midirlayapti-da, ko'z oldidan shu qip qizil bir jup ko'z bu bolaga tikilib yaqin qarab turgankan. Shunchalik qo'rqib ketibdi-da, endi yuragi og'ziga kaplashib qolay deb qopti, lekin yo ovozini chiqarmabdi, yo midirlayapti. Shunday qarab tursa, u narsa osta o'ri bo'pti. Uning egizligi 2 metrdan eshib ketdi deydi. Beshim shu to'risga taqishib turdi-ekan. Ondan yon tarafga surilgandaklik qilibdi. Buni puti qarab boqaychu deb qarsa, bu puti yo'q-ekan. Texmi qo'rqib ketib, uning ish harakatlariga qarab turibdi bu bola. U narsa osta surilib berib, yendi yotgan cho'ng dadasini bir oylanib cho'gilayotgandan keyin ondan bu bolaning yeniga kelib, shu puti tarafni yana bir oylanib cho'gilabdi. Uning qarab turaverishdan qo'rqib ko'zini ching'ib yumyapti. Yana bir boshqa vaqtda tongtib ketgan-ekan. Yana bir qitim shu cho'jongda o'qiyotgan vaqtlar ekan-to'q, u bir yoz fasli ekan-to'q. Bolalar bilan maktabda o'ynab, uyga qorong tushay deganda kelibdi-da, shuning bilan qo'rg'ondan yugurib kiriblam uyning eshigini jaloqqida ichib opa deb vaqas uyning ichida hech kim yo'q. Shu eshikni jaloqqida ochgan shu paytda endi yoz vaqt bo'lgandan keyin ishlatmay oxlatida yepib qo'ygan bir mesh bor ekan-to'q. Shu meshning ustidagi oxlatda meshdan 1 metr egizlikda leylab turganligini ko'rib. Buni ko'rib hamda dong qaytib turib qopti bu bola. U oxlatining ichidan bir istak narsa vingdi yon tarafga uchib chiqibdi. U oxlatim asta-asta leylab pastga tushibdi. U uchib chiqqan tumonsimon narsa birdan odam shakliga kiribla shu uyda bir oq dasturxonni yepib qo'ygan jo'z bor ekan. Shu jo'zning ostiga vingdi qilib uchib kirib surat degan vahshiy tezga. Shuning bilan bu bola yugurib berib u dasturxonni qayiribdi-ki, u narsa dasturxonning yana bir tarafdan uchib chiqib, deriz taqoq emaskan, yepib qo'ygan ekan. Derizini vangida uriblam sirtqa uchib chiqib. Anandan keyin shu o'gizning to'psida nurg'un horvulamangandek taroq-turuq ovozlar anglab ketibdi. Bu bolamda nim qilarini bilamay shu yerda hongi qilib turib qopti. Yana bir kun kechda uydagilar bilan telefon o'ynab, paranglashib degandek o'ltirsa, o'gizda yana bir munch odamlar taroq u yoqdan bu yoqqa o'tgandek ovozlar anglab ketibdi-da. Bu ovozni uydagilarning hammasi anglabdi. Shundan bilan bu bola voy uyga o'g'ir kirdi deb eshik tarafga qarab miyapti. Dadasi hamda bu ahvolni uqib qopti-da, shundan bu bolani tutib olib chiqma deb taloq chiqib qo'ymabdi.
u ovoz birdam ashta chiqqandan keyin o'zi jimib qolibdi. Bu bola endi yarim kechalagacha telefon o'ynab bo'ldirib uxlamayotganda soat 12, 1, 2 bo'lib ketadi. Oshunda yarim kechalarda eshikni tuyiga birisi keldi. Ondan eshikni jong'ida tepib yetib yo'qolib ketadi. Yana ba'zida eshikni qiyshiq kelib, eshikni sirtqa tortadi. Resmiy bir odam totqandek ashta ovoz anglandi. Ondan kim o deb vaqasa yana jimjit yo'qolib ketadi. Bularning uyning keyindagi bog'dan 50 metr nerisida bir ko'rik bor ekan. Bu ko'rikning hamda nom bor ekan. Cho'nglar bu ko'rik qattiq tinch emas, ashta kech xalqlar bor deydi ekan, hamda u yerga kechasi ancha bek odam berib ketmaydi ekan. Bu bo'lmish to'liqsiz o'qiyotgan kunlarning birida maktabdan qaytib uyga kelsa, opsi bir taqsi pushroqni ko'tarib, "Palon qo'shnimizning uyiga chiqib tetib baqsun" debdi. Bu vaqtda qorong'i tushmagan vaqtga u qo'shnisining uyi dal shu ko'rikning neri qaytadi ekan. Şunun bilan bola o narsani ko'tarib qo'shnisining uyiga olib berayotgandan keyin qaytashida shu ko'rikda o'tib ketyapsa, o'stangning qirida ikki choshqon bir panarkin tolishib, işte o'ynayotganligini ko'rib qopdi-da. Şunun bilan kichik bo'lgandan keyin shu yerda o'ltirib, shu ikki choshqonning o'yiniga qarab turibdi. U ikki choshqon degandan o panarkin tolishib, bir-birini ittirishib, bir suv ichib kelsa, yana birisi chiqib degandek shunda bir qiziq o'yin qilib turibdi-da bu bolaga. Birdan o'tgandan keyin shuna atrofga qarasa, qorong'i tushishga boshlagan, shundan bilan qo'rqib qolib uy kirkitaychi bo'ldi deb mengibdi. Endi qaytib kirkitayotgash, hiliq ko'rikning ostiga shunda qarabdi ekan. Bir ayol oxlatini shu ko'rikning ostidagi yog'ochga silib, uningga isilib, işte o'lib olgan bir holatni ko'ribdi. Voy tova deb shunda sinchilab qarab ketibdi. U endi rasmiylan bir odam ekanda, puti bormi yo'qmi deb qarab yiqibdi. Putlari uzun, oppoq, shu ustiga oppoq kiyim kiyib olgan, sochlari uzun qora, chiroy oppoq totirib ketgan bir ayol ekanda. Boyatni deb ko'mabdi ekanman debdi. Shuning bilan yugurib uyga kiriblam, voy oppa dada oyadi bir islib o'lib olibdi debdi. Uydagilarni voy xato ko'rib qopsan, sening ko'zingga ashta ko'rinib qopti deb ishonmabdi. Yarim kechada yana bir qitim chiqib qolsa, o'zi qo'rqib qopti. At degan o'rnidan turib yugurib shu ko'rikning yoniga berib qarasa, u yerda nada bir ayol, u ko'rikda nada bir oxlata, cho'chqonlarmi yo'q ekan, hech nima yo'q ekan. Shuning bilan kech xalqlari ko'zimga ashunday ko'z tutdi-da deb o'ylabdi. O'tirdi o'qiyotgan vaqtlarda yotoqda yetib o'qibdi. Bir kuni yarim kechada hojatxonaga chiqib, ishini tugitib shunda o'rnidan turishig'lam sharrida qiplam suv ichib ketibdi-da. Bundan bu bolam shunchaki cho'chib ketibdi, iliqi yerim uyqusimi butunlayli ichilib ketibdi. Koridorda chiroq yo'q ekan. Boyatdan kelishdi normal kelgan bo'lsa, bu qitim hamda koridordagi iliqi yeshil yinib turadigan anjuandan hamda butun koridorni suz yeshil holatda bir xil yo'ritib turdi ekanda. Bundan shunchaki bir qo'rqinish his qilib, oldi-keyini qarab ostam yengib yotiqning oldiga amdi kelishigilam, keyindan birsi mursiga jong'ida birini uribdi. Voy qaysonlar deb keyiniga shunda o'rilib qarsa, keyinda hech kim yo'q. Bu baldan 20-30 metr jiroqlikda koridorning yana bir tarafida bir ayol bu bol qarab turgan ekan. U ayolning hamda chiroyi shunchalik bir oppoq bir totirib ketgan. Shunda bir ko'zlarini chekchaytib set qarab turgan ekanda, yuzining yerimini ko'ribdi, yerimini hamda choch to'sib oldi, qanday bo'lgan faqat ko'ranmabdi. Ondan u oldirashchilikda qanday kiyim kiyib oldi, oqmo qormo kiyimiga qaramabdi. Bu qo'rqinchda voy yugurib degandan shu yotoqning eshiklarini tarang turang ichib degandan yotgandan kirib ketibdi. Anadan keyin kecha bir ish bo'lmabdi, lekin ertasidan boshlab qizib bu bol necha kun og'rib yetib ketibdi. Shu mezgillarda bu bol deydi hamdi boshqalarning ichida o'ylaganlarni men oldin ola bilib olaydigan bo'lib qolgandim deb işte deydi. Masalan, biroz savaqdishi bu bolning qishiq kelib bir narsa demoqchi bo'lsa, kelayotgan vaqtda mamining qishimga kelsa cho'qim bunda bir gapni qiladi deb ashunda oldin ola xalqning ko'ngildagini bilib olaydigan bo'lib qolgan ekan. Endi bular yotoqda yetib o'qiydigan bo'lgandan keyin tushlik dam edishlarda taloq chiqolmaydi ekan. Do'sti bilan birga berib, shu bovani qashqa, aka bizni tushlar taloq chiqil qo'ysin zumamdi debdi. Bu bova qashmamdi ortiq gapqilmayli shart qo'yib, unda bo'lsa har kun kechda menga mush o'qitish binolarini taqishib bersizlar. Sizlar menga yordam qilsanglar, men sizlarni tushlari ancha-muncha taloq chiqil qo'ymay debdi. Shuning bilan bularni xo'shib ma'qul debdi. Ertasi o'gini mush butun o'qitish binolarini taqishib, bu bova qashqa yordamlashib beribdi. Ularning maktabida 5 o'qitish binosi bor ekan. 3-kuni kelganda, iliqi birga chiqayotgan do'stining bir ish chiqib qolib, shu yotoqdagi bir xo'yzobol bilan birga birinchi, ikkinchi binolarni taqab, derizlarni itib qilib bo'lgan ekan, 3-binoning birinchi qavatidan boshlab taqab mengib, 4-qavatga kelgan vaqtda
Әң четтiki bir sınıfның чырыгын өчүрүп, кейинге кайтып маңса, у чырыгы yeni инip қалдыке. Yeni kirip өчүрүп, yeni маңса, yeni инip қалдыке. Bu vaqtda talada qattiq bo'ron chiqib, yomg'ir yog'ayotganke. Endi bu sınıfның sim yo'llarida biror mos bormi ya deb shuni o'ylabdi. Voy bo'ldilar deb ankin past kuchib ketadigan yerda, ya'ni ma koridorning yana birida serib itildigan bir eshigi bor ekanda. Shu eshikni itayli deb bu eshikni tutib shartida serib ma himlashtirib qo'yib, palambaydan tushib olsa, bu eshik ma'lum bir kuchning ta'sirida shu shartida qilib yana keyniga surilib ketibdi-da, ichilib ketibdi. Buni ko'rib, o'yla Xuyzubol bilan ikkisi bir-biriga qarshi qolibdi. Anadagi yana qo'rqmay berib, yana bir qitim itibdi. Yana pastga tushib olsa, yana keyniga shartida surilib ichilib ketibdi. Shundan bu ikkisi qo'rqib ketib, pastga yugurib tushib ketibdi. Oradan 2-3 kunlar o'tib, bu bola do'sti bilan birlikda shu butun o'qitish binolarini taqab, 3-o'qitish binosiga kelgan vaqtda 4-qavatdan boshlab taqab pastga tushibdi. Binoning sirtiga chiqib, o'chirilmay qolgan chiroqlar bormi yo'qmi deb qarabdi. Endi bu 3-o'qitish binosi mushlarning sinfi bor bino ekanda, bu binoning 3-qavatini o'qituvchilarga ishxon qilib birimiz deb shunda tayyorlagan-ki. Lekin bir ishxonaga o'qituvchilar ko'chib kirmagan-ki, demak 3-qavatda odam yo'q-ki. Sirtga chiqib, mush bino tarafga qarab, shu 3-qavatning eng chetdagi derazasida bir qizning qarab turganligini ko'ribdi-da. Shundan bu bola "Adash qara bir qizalni so'lab qo'yibdimiz, ma binoni ichib aqzam chiqiraytayli" debdi. U do'sti tong bo'lib, "Voy qini kim davatsa" debdi. Shundan bilan bu bola tafsiliy o'rnini dapirib, ana 3-qavatda eng chetdagi derazada bir qizal turmamdi bizga qarab debdi. U og'in hayron bo'lib, "Hey, odam qo'rqatmag'ina, nada u yerda odam bor" deb. Bu bola jilib ketib, işte qo'lini chiqarib ko'rsatibdi-da, ana bir qizal bizga qarab turmamdi deb. U yerda işte bir chochlari ribondu, bir maktab formasi kiyib olgan bir qizlar bularga qarab turgan-ki. Buni faqat mush bolam ko'ribdi. Bu bola qo'lini chiqarib shu qizalni ko'rsatgan vaqtda, u qizalma endi asta-asta surilib pardaning orqaga o'tib ketibdi. Ondan beshinimda pardadan chiqarib bu bolaga qarab turibdi. Bu bola jilib ketibdi-da, "Voy ana ko'midingmi bir kaltishosh qiz turdi" deb. Bu og'insin ochiq gap, sen meni qo'rqityapsan, sen qasddan mushtaq qilyapsan deb. Bu ikkisi gap talashib qolgan bo'pti. Bu bolaning endi ko'gini iniqga og'insiga tushuntirib bo'lmay qopti. Og'in sen meni qo'rqityapsan deb, u yer ochiq gap qopti. Shunlar menga kirkitimiz deb bu bolani so'rashtirib yotoqqa kirib ketibdi. Oliy maktabning 1-yiliga chiqqan vaqtda, shu qishliq ta'til qo'yib berishga oz qolgan vaqtda bir kuni yarim kechada uxlab yetib, to'nglab uyg'onib ketibdi. Shunamda o'rnidan turib shuna deraza qarsa, derazanda bir g'irich ichilib qolgan-ki. Derazani taqoytib joyiga kelib yetibdi. Yotoqning ichimi biza sovib qolgandek his qilib, yotqanni bo'yniga kelgacha yepinib ashna yetibdi. Ondan uyqusi ichilib ketgandek bo'lib, yotoqning hamma yerlariga bir qur qarabdi. Shu tuyuqsiz ko'zi eshik tarafga uchib qopti-da. Eshik tarafdagi tomdan bir is deydi. Bir tuman hamdi. Asta kiriblam u bir odam shakliga aylanibdi. Ko'zimga yeni ko'rindi deb bu bolaning yuraklari so'qib ketibdi-da. Hiliq tumansiman narsa odam shakliga kiriblam ving'il uchibli bu bolaning qishig'ili kepti. Endi yotqandan bujikdan da ko'rib qopti, u bir agishganda beshig'i bir qora rangli narsa kiyib olgan-ki, ondan qishi shuncha qop-qora quyuq, ondan qishining shakli shunday g'aliti deydi. Bo'yi bo'lsa 1,50 m dan tuvan, işte bir paka agishga. Bu bolaning beshidan shunday qarab turibdi. Bu bola ya midirlayolmaydi, ya ovozini chiqarolmaydi, ichida bir narsalarni deb degandan shu og'zidan sho'lgaylar iqib ketibdi. Shunda bir ovoz chiqmay, midirlayolmay qiynalib ketibdi-da. Bu bolaning besh tarafda hamda ustiga chiqadigan iliqi sho'ti bor ekan. Yiliqi narsa shu sho'tiga bir dassigandakli qilib qopdi, ustiga tekkida sakrab chiqib ketibdi. Anadagi ustidagi bolani shundan bir bo'g'itibdi. Ustida yotadigan sog'dish degandan qiynalib, tirkanshib degandan midrab qilib degan shunday qiynalib ketib. Ondan u narsa tekkida yana bir karvatga sakrab chiqiblam. U karvatga bolani shunday bo'g'ib ketibdi. U bolma degan shunday qiynalib ketibdi. Ondan göp bir yotoqni o'ttirsig'lam sakrab tushibdi. 10 minutdek jimib ketibdi. Ma bola 5-chi qirib qarab yiqishqidek pidinamabdi. Ichida ketgan o'xshaydi hamda deb o'ylab tursa, yana ling'ida sakrab yon tarafdagi karvatning ustiga bir narsa sakrab chiqqandek bo'lib jong'ida ovoz chiqibdi. Shundan beshini yana ozroq chiqarib qarsa, u karvatdagi sog'dishimi degandan mushtaq midirlayolmay qiynalayotgan bir yotoqdagi bolalarning hammasini degdek bo'g'ib chiqibdi, mabaldan boshqa. Ondan asta-asta tong suzilishga boshlabdi. Ilqi tong sarda sayraydigan bir qush bor. Shu qushning ovozi anglangan vaqtda bu narsa asta-asta isqa o'xshash bir tumandek bir narsaga aylanib, asta-asta tarqalib yo'qolib ketibdi.
Bu balaning uyqusi shunchalik yaxshiki. Kechlari shu do'yin, quay shoularni ko'rib, yetiblam uxlab qolgan. Uxlab qolishga oz qolganda, telefonning ekranini o'chirib, shu yostiqning ostiga tiqib qo'yiblam ko'zi uyquga ketadi ekanda, shunda tez uxlaydi ekan. Bir kuni yana odati bo'yicha shunda do'yin ko'rib, shunda uyqusi kelib ketibdi. Shundan ekranni o'chiriblam, yostiqning ostiga tiqib yetib uxlabdi. Ertasi degan uyg'ongan vaqtida telefon qo'lida. U telefonda xabarlar qo'yilayotgan ekan. Bu bal azaldan Quayshowda yoki Doyingda unda bir xabarlarni ko'mayotganda, endi u Doyingda biz nima ko'rsak shuni tujan qilib chiqarib berdik-ku. Shunga bu balning u Doyingsidimi birato'l bir xabarmi chiqib qolmayotgan to'q. Uning ustiga oldingi kuni aniq esida borga telefonning ekranini o'chirib, boshda uxlag'ini. Buningdan bir hayron qopdi. Yana bir kun atiganda uyg'onsa, bu yotoqdoshlari shunda qoqshab ketibdi-da. Sen kecha bir nima ko'rib bizni qat'iy uxlatmading. Tomga yo'linib, Quayshowda bir narsa ko'rib chiqding. U ko'rayotgan narsaning mazmunini tushungil bo'lmadi. Shunday ta qilib bir o'xshamaydigan bir tilda bir narsa ko'rib o'ltading telefonda. Biz hech qaysimiz yaxshi uxlayolmadik deb shunda bir qoqshab ketibdi. Endi bu bola bu gapga ishonmay desa, yotoqda kelamiz shunda deyotgan. Uning ustiga bir kecha uxlab uyg'ongan bo'lsa-mu garchi, lekin butun mo'rilari, qo'llari shunchalik og'rib ketganda, xuddi bir kecha bir yerga berib ketman chepib kelgandek shunchalik bir horg'in turgankan o'zim. Oliy maktabda o'qish jarayonida nurg'un qitim yotoq omlashibdi. Mayli qaysi yotoqqa omlashib chiqmasin, yarim kechada bir buvoq bolaning yig'ilgan ovozi va yoki bir ayol kishining yig'ilgan ovozi cho'qqim anglanadi bu bolga. Ta hozirgacha ishda anglanib kelibdi. Undan tushiga har xil har yangi odamlar kirib, bu bolga kelgusi to'g'riliq gaplarni qilib birdikan, yaxshi bir tarbiya nasihatlarni qildikan. Sen anda ishlarni qilma, bunda ishlarni qilma, yaxshi yo'lga mang, yaxshi odam bo'l. Sen burun munda odamding, ya'ni oldingi hayotingda sen munda bir odamding degandek ishda bir gaplarni qildikan. Hikoyaning eng oxirida o'zim to'g'riliq bir maslahat so'rab boqay deb o'ylab qoldim. Men shu taxminan 8-10 yil bo'lib qoldi desam bo'ldi. O'xshash bir tushni takror ko'ryapman. Endi tushim o'xshash emas, lekin mazmun asosan o'xshaydi-chu. Men ko'zimni yumiblam o'zimni bir avtobusda ko'raman. Bu avtobus ba'zi jangollaqlarda to'xtaydi, ba'zida qadimki bir shaharlarda to'xtaydi, yana ba'zida shu avot bir bozorlarda to'xtaydi-da, yana ba'zida shu bog'ning o'ttirsidagi bir uylarning qishiq kelgan to'xtaydi. Bu avtobusdan faqat menlam tushman. Mayli avtobusda qanchalik jiq odam bo'lishidan qat'iy nazar faqat menlam tushib qolman. Esimni qolganlarini deb bilsam, men bir qitim tushimda shu bir bozorda tushib qoldim. U bozor hamda burungi zamonning yez bozorlaridek, hamda shunchalik ko'ni bir bozorda, endi hozirgi zamonga tava bo'lgan hech qanday bir narsani topqil bo'lmaydi. U odamlarning kiyinishi shunchalik bir oddiy, hamda ko'naylik rangi o'ngib ketgan ishda bir kiyimlarni kiyib olgan. Ondan yaymalarni yeyib bir narsalarni to'g'lab setayotgan kishilar bor. Shu yerda bir bolkovoy mashina bor ekan, uning ichida hamda oppoq kiyim kiyib olgan nurg'un mo'maylar bor ekanda. Shuning bilan men bu bozorda muaylanib bo'ldim, endi qaytib ketay shu mashinaga chiqib deb. Mashinaga chiqsam, u mo'maylar hamda bir-biriga qarish hayron bo'lib, sen bu mashinaga chiqsang bo'lmaydi deb meni shunda ishtirib degandek tushiribdi. Nima shunday qildigandu deb, endi u bozorni shunda o'ylanib, endi bir avtobusga chiqib qaytib ketmay shu bozorda uyg'onib ketdim. Ba'zi vaqtlarda shu qadimki to'rt atrofi tosh, shunda yo'g'on tosh haykallar bor, shunda bir shaharlarda paydo bo'lib qolman. U vaqtda bir avtobus meni ashaga akab qo'yib, shu yerga tushirib qo'yib ketdi. Endi bu avtobus to'g'riliq tushni pek uzun zamondan beri ko'rib kelibdiman. Ondan yana bir xil bo'lsa, maktab bilan shu yer osti savdo saroyini pek ko'p tushayman. Shunda palam-paydim pastga tushiman, u yerda yana avot bir savdo saroy. Endi ustida chiroqlar yo'q, lekin xuddi usti bir ochiq osmondek lamchu, shunda bir savdo saroy. Lekin men aniq palam-paydim pastga tushiman. U yerda o'yinib cho'glayman, yonimda bir necha qiz bor, ular ham mening yaqin do'stim deb o'ylaydi ekanman tushimda. Shular bilan birga cho'glab, anadagi ular shu yerda qolib qoldi. Endi men qaytib ketay va yoki ustiga chiqib bir narsa akray ya bir nima qarab boqay deb har xil sabablar bilan men u yer osti shaharchasidan ustiga chiqman. Ustiga chiqiblam uyg'onib ketman. Yana birisi maktab binosini bek to'lib tushayman. Maktabning ichida yurib, oylanib, anadagi maktabning darvozasidan chiqishim bilan yana ko'zim ichilib uyg'onib ketaman. Mushu uch xil mazmunni pek uzun yillardan buyon tushib kelyapman. Birisi avtobusda bir yerga borman, shu yerda tushib qolmay, shu yerda yurib tanitib ketadi. Yana birisi yer osti savdo shaharchalarida oylanib yuriyman. Yanimda bir do'stlarim bor.
Yana birisi bo'lsa, shu maktabning binosi. Maktab binosining ichida cho'glab, maktabning maydonlarida o'ynab yurayman. Maktabning sirtiga chiqishimgala yana uyg'onib ketaman. Sizlarcha bu qanday bir tushdi? Mana tush ko'ribsiz deb menga bir fikr taklif bera oladiganlar, bir ayrimxonada kelgan bo'lsanglar, bugungi hikoyam oyoqlashdi, yoqtirgan bo'lsanglar taqib qo'yishni unutmanglar.